Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli mijozlar. Bugungi ustaxonamizga kelgan televizor 32 talik Artel H3200 modeldagi smart televizor. Buni chaqmoq urgan ekan. Mana o'zini platasini olib tashladik. Chaqmoq urgan, xullas nima bo'lgan, ko'p bosh og'ritgim kelmadi. Blok pitaniya qismi sog', bu tarafida muammo bo'lgan. Xullas bu platasini olib tashladik-da. Artel 32H1200 modeldagi smart televizorda platasini qo'ydik bunga. Hozir mana ishlatdik. Biroz mehnati bo'ldi. Ekran razyomlarini almashtirdik. IDlari to'g'ri kelmadi. Ekran teskari tushib qolgandan keyin 101 ID kiritib ekranni to'g'rilab ishlatib qo'ydik. O'zini chaqmoq urgan platasini tuzatsa bo'lar edi. Tushunmasang aytmaysanmi? Qo'lingdan kelmasa nima qilasan? Chaqmoq urgan bo'lsa ham o'zinikini qilsa bo'lar edi. Men shogirdimni o'zi tinchitmashar edi bundaqa ishni. Men bosh og'ritmayman, meni vaqtim yo'q bundaqa narsaga. Ishladi televizor, yaxshi, ishlashlari joyida. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, nomer qoldiraman videoni tagida, aloqaga chiqaverasizlar. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.